soat 6:45 taxminan. To'g'risi ochiqdan ochiq o'sha Argentina tarafga bo'ldi. Juda ham yoqib qoldi. Bir hayvon davlatga esa hech qanaqa yangi baland binolar, unaqa narsalar ko'rinmaydi. FIFA doim baqirib keladi dunyoga, futbol hech qachon siyosatga aralashmaydi deb. Nimagadir bugun juda ham ko'p arab pokistonliklarni ko'ryapman. Lekin hozir futbol haqida boshqa narsa gapirmoqchiman. Prezidentni bitta qo'ng'irog'i bilan doktor yo'q deyapti. Xitoyda deyarli hamma joylarda albatta yaxshi tekshiruv o'tkazishadi. Juda ham pokiza joy. Assalomu alaykum. Joli kunlar hammalarga. Yangi kanalga xush kelibsizlar. Ertalab soat 6:45 taxminan. Ishga ketmayman. Ishga borishdan oldin doktorga ko'rinishim kerak. Ko'ryapsizlar, sahar hatto avtobuslar hali ishini boshlamagan menimcha. Metroga qarab kirib ketyapman. Har oyda bir marta doktorga ko'rinishim kerak. Sababi o'tgan yili quloqdan operatsiya qildirgandim. O'shandan beri har oyda bir marta doktorga borib ko'rinib turishim kerak. Xullas, bugun shunga borishim kerak. Hop, metroda boraman. Hanjoni markaziga boramiz. Eng turistik joy va Hanjoning eng mashhur joyi Westlake degan joyi. Buni oldingi videoda ham ko'p ko'rsatganman, agar ko'rgan bo'lsanglar. O'sha yerga boramiz. Xullas, ertalabda ko'chalar juda ham jimjit. Aslida bunaqa o'ylamaysiz Xitoyda bunaqa sokin, jimlik bo'lishi. Hozir aytib beraman nima uchun bu jimjitligini. Bu esa metro. Nimagadir bugun juda ham ko'p arab pokistonliklarni ko'ryapman. Bu joylar Hanjoning markazi hisoblanadi va juda ham eski binolar ko'p. Hanjoning tarixiy joylari. Bu yerda yangi baland binolar, unaqa narsalar ko'rinmaydi. Hammasi Hanjoning atrofida. Lekin shunaqa bo'lsa ham juda ham pokiza joy. Birinchi kelganimda bu banitsani topa olmagandim. Chunki shopping mall shunaqa binolar ichida joylashgan. No, it's okay. Thank you. To'g'risini aytsam, bu kofe juda ham yoqib qoldi. Deyarli har kun ichaman. Ayniqsa hozir kunlar isigan paytda muz bilan va kichkina pechenye bilan oldim. Yana buni yaxshi tarafi juda ham arzon. Starbucksga qancha pul to'laysiz? Birinchidan juda ham sekin. Boykot degan narsalar paydo bo'lgandan keyin deyarli Starbucks yoqmay qoldi. Hanjoda yoki China, Xitoyda deyarli hamma joylarda albatta yaxshi tekshiruv o'tkazishadi. Katta banitsalarda ham xuddi shunaqa.
Juda ham tez. Sumkalaringizni skendan o'tkazasiz shu. Va bu banlisa juda ham eski banlisa, lekin yaxshi sifatli. O'zimni tajribamdan kelib chiqayapman. Ozgina ertaroq keldim. Tezroq doktorga ko'rinib ishga qayta olayman. Doktorim odatda dushanba kuni va chorshanba kuni ishlaydi. Bugun chorshanba, menga chorshanba kuni qulayroq. Lekin ba'zan o'zgartiradi ish kunini. Ishlaydi, lekin bu tashqarida tekshiruvda bo'lmaydi. Ichkarida yotgan kasallarni ko'radi. Hozir eksasida so'rasam, bugun u doktor yo'q deyapti. Hozir bu yerga kelib so'raymiz. Shu yerda bugun keladimi yo'qmi? Hop, doktordan ko'rinib chiqdim. Tekshiruv tugadi, hammasi yaxshi bo'ldi. Juda ham tez bo'ldi. Ertaga kelganim foyda bo'ldi, sababi deyarli hech kim yo'q edi. Birinchi meni ko'rdi, lekin hammasi tekshirgandan keyin yaxshi dedi. Qo'shimcha savollarim borligi uchun tarjimon qizni chaqirdi. Uni ozgina kutib qoldim. Xullas hammasi joyida. To'g'ri aytsam, Westlake'da ozgina aylanib sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Lekin odamlar allaqachon ko'p. Westlake'ga boshqa safar kelaman. Oldin ham ko'p kelganman, video ham tayyorlaganman, lekin montaj qilib tugatmaganim uchun YouTube'ga qo'ymaganman. Juda ham ko'p video tayyorlaganman bu yerda. Xullas, Westlake ko'rdinglar. Ertalabdan o'sha odamlar juda ham ko'p. Metroga chiqib ishga borishim kerak. Keyin u yoqni ko'ramiz, nima qilamiz. 过婴儿车的证。 Xo'p do'stlar, ishdan keldim. Ko'p video olamadim. Hozir yashab turgan joyimizda kichkinagina o'zini trenajyorli zal bor. Shu yerda ozgina yuguramiz. Do'stlar, menimcha hozir hamma jahon chempionatini tomosha qilyapti. Ayniqsa bu yil O'zbekiston birinchi marta tarixida jahon chempionatida qatnashishi mustaqillikdan keyin bu hammani xursand qiladi, hammamiz xursandmiz. Endi natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar birinchi qadam bosildi. Nasib qilsa keyingi jahon chempionatida yaxshi natija ko'rsatamiz. Lekin hozir futbol haqida boshqa narsa gapirmoqchiman. Ayniqsa 2026-yili jahon chempionatida juda ham xunuk narsalar bo'layotgani. FIFA doim baqirib keladi dunyoga, futbol hech qachon siyosatga aralashmaydi deb. Buni albatta ko'pchilik biladi, noto'g'ri ekanligini. Rossiya Ukrainaga urushga boshlashi bilan bir necha kunning ichida Rossiyani futboldan chetladi. Lekin mana bu bir hayvon davlatga esa hech qanaqa hatto kichkina shtraf ham qo'ygani yo'q. Xullas bu yerda tushundik. Endi jahon chempionatida qatnashayotganlari ahvolini ko'ryapmiz. Har xil davlatlarga har xil munosabat bo'lgani, kichkina davlatlarga qanaqa, mashhur davlatlarga qanaqa muomala bo'lgani va siyosatga aralashmaymiz degan joyi ochiqdan ochiq hammani ustidan kulish deb tuyulyapti menga. Amerika o'yinchilardan biri qizil kartochka oldi. Va u holatni ko'rsanglar, bu aniq
100% qizil kartochka. Lekin prezidentni bitta qo'ng'irog'i bilan buni hal qilishdi. Bu siyosat emasmi? Bir necha o'yinlardan beri hammamiz sezyapmiz, bu jahon chempionatida qaysi davlatga ko'proq e'tibor berilishi, bu albatta Argentina. Buni endi hamma o'zicha hal qiladi. Kimdir Messini fanati bo'lib, uni oldini oladi. Xullas, men o'zimning fikrimni bermoqchiman. Bu yil to'g'risi jahon chempionatida birorta o'yinni to'liq ko'rganim yo'q. Chunki o'sha siyosat, shunaqa narsalar bo'lgancha unda qiziqish bo'lmadi. Lekin yangilik, o'sha Instagramda qisqa videolar va kommentlar, shularni ko'rgandan keyin shunaqa fikrga keldim. Ochiqdan ochiq Argentinaga, hamma narsa Argentinaga bo'lyapti. Birinchisi, o'sha guruh o'yinlarida ham ko'rdik ahvolini. Guruh bosqichidan keyingi o'yinlar, ya'ni Egypt va Argentina o'yini. To'g'risi, o'sha xabarlardan keyin o'yinni o'tkazib ko'rdim. Argentina menimcha o'zini eng yaxshi bo'lgan ko'rsatgani yo'q, lekin bu yerda Egypt, Misr eng zo'r o'yin ko'rsatdi. Menga juda ham yoqdi. Lekin hakamni bergan qarorlari to'g'risi ochiqdan ochiq o'sha Argentina tarafga bo'ldi. Statistika ham buni oshib ko'rsatyapti. Argentina 13 ta qoidabuzarlik qilgan, Misrlik esa 11 ta. 13 ta qoidadan hech qanaqa kartochka berilmagan, sariq kartochka ham yo'q, lekin 11 ta qoidaning ichida 5 ta sariq kartochka ko'rsatilgan. To'g'ri, albatta har bitta xatoga sariq kartochka berish kerak degani emas, lekin bu statistika ko'rsatyapti nimalar bo'lganini. Undan keyingi o'yin yaqinda bo'ldi, Angliya bilan bo'lgan o'yin. Bu yerda ham ahvoli ko'rdik. Bu yerda qizil kartochkali situatsiyalar bo'ldi, unga e'tibor ham bermagan. Golli vaziyat, bu yerda ham xato bo'lgan. Xuddi shunaqangi vaziyatlarga boshqa davlatlarga boshqacha munosabat. Endi Argentina bilan Ispaniya finalda o'ynaydi. Kechadan beri juda ham ko'p videolar chiqyapti. O'sha Yamal va Messi. Yamal rosa 19, hozir 19 yoshda bo'lsa, 19 yil oldin tug'ilgan. 19 yil oldin Messi Yamalni yuvintirar ekanmi, ular shunaqa rasmi tarqaldi. Va u paytda Messi Barselonada 19-raqamda o'ynardi. Hozir 19 yosh bo'lgan Yamal Barselonada 19-raqamda o'ynayapti. Jahon chempionati finali Argentina bilan Ispaniya, Messi va Yamal 19-iyulda o'ynayapti. Xullas, odamlar gapirishni boshladi. 19 yillik FIFAni bu qanaqadir bitta hikoyasi. Albatta, bunga ishonish qiyin, lekin odamlar baribir bu narsalarga e'tiborsiz qoldirmaydi. Kuzatamiz nimalar bo'ladi. Albatta, o'z fikrlarini kommentda qoldiringlar. Negativ iltimos yozmanglar. Shunchaki men o'zimni fikrimni bo'lishim keldi.